Bu yog'iga Telegram kanalida to'liq obzorlar bo'ladi, imенно mashinalarning ustanovkasi bo'yicha. Shuning uchun o'tkazib yubormasdan har bitta videoni saqlanib qo'yasizlar. Xudo xolasa hammaga mana shunaqa mashinalarning yengisi nasib qilsin, xuddi shunaqa yengisi. Yangi chiqayotgan Kia K5 ADM Jizzaxdan chiqyapti. 1,5 litrli Euro 5 standartida bo'ladi. Oldingi K5da yo'q endi. 2,5 litrli kombinirованiysi, 2 litrli oddiy MPI. Ikki xili chiqyapti o'zi. 1,5 litrli GDI, 2 litrli GDI sistema. GDI nima? TNVD nasosimiz bor, ya'ni qo'shimcha benzin nasos Primo Porschen'ga benzin yetkazib beradigan o'shani hisobiga GDI qilingan. Bu Euro 5 standarti bo'yicha katalizatorga osti nagruzka tushmasligi uchun, ekologiyani защита qilish uchun GDI sistema o'ylab topilgan bo'ladi. Mana xuddi shunaqa K5 endi. Turbinasi bor, 1,5 litrlida ham, 2 litrlida ham va endi bunaqa standart, bunaqa Euro bo'lgandan keyin albatta yoqilg'ini sifati ideal bo'lishi kerak. Bizda qimmat yoki sal muammoroq bo'ladi. O'shani o'rnini bosadigan propan 1.8 oktanga teng 2 ohmli xuddi o'sha propanni sepib beradigan farsunka qo'yilgan. Eslab qolinglar, har bir zapchasi injektor 48 ga to'g'ri blokimiz Yevropa gazdan qo'yilgan. Hozirgi kundagi GDI sistemani mukammal qilgan bu. Benzin foizini maksimal darajada kam qilgan ham mana shu blokimizda bo'ladi. Reduktor toza italyanskiy rail bo'lgan, Fagumit original shlankel, endi ustanovka har doimgidek bizada yuvelerni yoki zavod biladi, bilasizlar. Xo'p, balonga kelamiz. Balon zapaska o'rniga qo'yiladi. 72 litrli qo'ydik. 72 talik qo'yildi. Oldin 61 qo'yilardi. 73 ga 89 ham sig'adi, lekin ko'rigimiz ozgina ko'tarilib qoladi. O'shani hisobi 72 ni tanlov qildi, qolib bo'lib tushadi. Yurishlarda muammo yo'q. Yurib ko'rdinglar? Yaxshimi? Xudo xolasa, o'zi jivoy bo'lsin-da endi. Zo'rmi? Farqi bormi benzin bilan yo'q? Bor. Ya, farqi bormi? Ne, imeyvede 92 mümkün emas bularga. 95 qo'yganda zapravkada baribir tanlaysizda, u yoqdan bu yoqdan qo'yasiz. Ba'zi bir joylardan 95 qo'yganingizda bu sal balandroq yuribdi demoqchiman. Ha, dinamika yaxshiroq bo'ldi demoqchisiz. Eshitdinglar? Xudo xolasa dash ko'ramiz, xudo xolasa. Mana, xudo xolasa ya muammo bo'lmaydi yurishlarda, xizmatlar bo'yicha muammo yo'q, kelaversanglar bo'ladi. Ideal qilib ustanovka qilib beramiz. Keyin K5 bor tanishlar, olmoqchi bo'lganligi bitta jo'natib qo'yaverasizlar. Ham ekonom, ham sifatdan yutasizlar.